Assalomu alaykum obunachilar. Mana yana bitta taxmon meblimiz bitdi. 100% laminatdan qilingan. Xo'p, mana ichlari bir taraf polkalik, bir taraf vishilka. O'sha mashg'ulotlarimiz hammasi vakuumli. O'zi sekin-asta yopiladigan. Har bir eshigimizda magnitlik. Televizor uchun mo'ljallangan joy. Bunisi ham xuddi shunaqa. Korobka ichlari 55 cm bemalol vishilkalar ilinadigan. Tortmalarimiz ham vakuumli. Gazlik, o'zi sekin tortib oladigan. Yaxshi sifatli metallardan ishlangan.